Do'stlar, bugungi obzorimizda Geely Akavango L avtomobili bo'ladi. Ushbu avtomobilimiz to'liq benzin avtomobili. 7 o'rindiqli bo'ladi. Avtomobilimizning salonlariga keladigan bo'lsak, juda ham premialniy materiallardan foydalanilgan. Korobka perdachasiga keladigan bo'lsak, bu yerda taqa joystikli juda ham chiroyli ishlangan. O'zining monitori, informatsion tablo, panorama, lyuk hamma narsalar bilan jihozlangan. Xo'p, avtomobilimizda orqa qatorida 3 kishi bemalol o'tiradi. Hamda 3-ryadga keladigan bo'lsak 2 kishilik joy qilingan. Ushbu avtomobilimiz to'liq benzin bo'lib, 218 ot kuchiga ega. Bakiga keladigan bo'lsak 60 litr. 218 ot kuchli bu avtomobilimizni kelib Zana avtosalondan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Mashinamiz sostoyaniyasi ideal holatda. Probegi 490 km bo'lgan. Yoqilishlari bo'ladi, start stopda yoqiladi. Imamda o'zini takoy yana joystiklari kerakli knopkalar qo'yilgan, bu yerda konditsionerga hamma funksiyalar bilan jihozlangan. Tajda avtomobilimizning o'zini 4 xil rejimi bo'ladi. Sport, komfort rejimlari yana дополнительный o'zini yo'nalishiga qarab hamma rejimlar bilan jihozlangan. Do'stlar, kimga bunaqa mashina kerak bo'lsa, elektro, gibrid kerak emas, menga benzinli desa, mana do'stlar, kelaverasizlar, mashinani dodasi bizada.